بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من eşittim Peygamber ayta turub: "Man yuhramir rifqa yuhramil hayra kullahu." Kim na şu yumuşaklık, alğasamaganlik, şu hasiyat yok musa degen, şoğar Allah bermegen. Şu adam ko'p yaxshilikdan mahrum qolgan adam degan. O'sali daim Allohga duoda qo'shma tariq. Shu ko'p yaxshilikdan mahrum qolmasin uchun duo biza: "Ya Allohim, maga shu rifqi degan shu yumshaqlik, alg'asamaganlik, shu xosiyatni maga nasib et de Allah. Men shu ko'p yaxshilikdan mahrum qolmasaymen na Allah. Shu qattilikdan, dindan qochirtagan, xalqni qochirtagan xosiyatni Allah menden taydir" deb mana shu so'zlar qo'moqcha aytgan zamonda nega Allah'tan tilemezsen Allahu Teala suymay, tileganingni suya Allahu Teala. Şu kopsattan yaxshi qilaganing bilmeyding sen şu hadisini eshitmazsan. Hali eshitganna daim biz Allah'im geç günahlardan geç deb aytib bilamiz, ama şu lezatlarni aytib bilmay qolamiz. Nega eshitmagan sali? Ko'p yaxshilikdan mahrum bo'ladi dedi. Velhamdülillahi Rabbil alamin.